Ko'rib turgan 2 donali lissiyalar yordamida butun boshli shu komplektimiz net soatda tayyor bo'lishini hozir bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Katta arra va kichkina arra qo'yiladi. Kichkina arraning vazifasi pastidan izo'yi beradi. Elektronik tablo ikkita tarafiga ham qo'yilgan, razmerni shunga qarab qo'yishadi. Mana bu monitorda shu stanokda butun hamma boshqaruv funksiyalari shu yerdan boshqariladi. Detalirovkada xato bo'ladigan bo'lsa, imенно mana shu bosqichda o'zida hammasi aniq bo'ladi. Mebelda nima teshish kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini imkoniyati bor mana shu stanokda. Ko'rib turgan 2 donali lissiyalar yordamida butun boshli shu komplektimiz net soatda tayyor bo'lishini hozir bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ungacha stanoklarimiz nima vazifa bajarganligini video davomida ham ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Sanjar aka mebel ishlab chiqarish sexida birinchi bo'lib ishlanmadan boshlanadi. Birinchi klient uyiga borib zamir olib kelamiz. Undan keyin o'sha olgan zamirimizga qarab kompyuterda uni 3D variantini chiqaramiz. Hozir buni ko'ramiz. Bu Prosto degan programma orqali chizib olamiz. Aha. Va buni 3D varianti, 3D modeli tayyor bo'ladi. Buni ranglarini, har bir detallarini o'sha mijozimiz bilan kelishgan holda tanlaymiz. Hozir birinchi bo'lib ishi, demak, Birinchi ishi buni ustalarga beramiz, ular kesishdan boshlaydi. butun listda kesishdan boshlaymiz. Butun listda kesishdan. Boshlaymizmi, bo'lmamiz? Boshlaymiz. Xo'p, masalan, zakazimizni olganimizdan keyin biz listlar zakaz qilamiz. Asosan laminirli DSP va laminirli MDFlar zakazga olib kelamiz va kuxnyalarga, fasadlarga akril ishlatamiz. Ularning farqini men bitta tushuntirib berishim mumkin. Mana masalan, skladimizda turibdi. Bu mokriy MDF deyiladi. Ya'ni bu kreasionniy bumaga. Bu suvga sal chidamli bo'lgani uchun mustahkamroq. Asosan kuxnyalarning korpusiga ishlatiladi. Va ikkinchi anaqamiz mana laminirli LDSP. Bu laminatsiyalangan, ya'ni preslangan apilka hisoblanadi. Bu asosan shkaflarning korpuslariga ishlatiladi. Hozir biz Arex Eco degan laminirli LDSPni zakazimizga kesishni boshlaymiz. Bu dupilka arramiz Altendorf VA8 degan modeli bo'ladi. Bu yerda katta arra va kichkina arra qo'yiladi. Kichkina arraning vazifasi pastidan izo'yi beradi. Tepadagi arra o'shani kesishni aniq qiladi. Bu yerda stol bo'lmasligi uchun dupilkadan kesish kerak bo'ladi. Elektronik tablo ikkita tarafiga ham qo'yilgan, razmerni shunga qarab qo'yishadi. Bu yoqda razmerini olib keladi, tabloda razmeri ko'rinadi. Shunga qarab qo'yishadi. Bu yoqdan kesib olishadi. Dupilka stanogida asosan qilinadigan ishlar mana shulardan iborat bo'ladi. Mana endi raspildan chiqqan detallarimiz karetkaga ortilib, kromka облицовочный stanogimizga olib o'tiladi. Ya'ni kromka облицовочный stanogimiz detallarni bir tomonini kromka qilish vazifasini bajaradi. Bunda asosiy bu stanok 7 agregatli bo'lib,
Birinchi agregatimiz Prifugovishniy. Prifugovishniy kromkani qalinini olish funksiyasini bajaradi. Mana bu yerda ikkita freza o'rnatilgan. Shu frezalar kromka qalinini olish vazifasini bajaradi. Undan keyingi agregatimiz kromkani kley bilan ta'minlaydigan agregat. Kleyni uzil deyiladi. Undan keyingisi kromka qilingan detalni orqa oldini, kromkani ortiqchasini tekis kesib beradigan agregatimiz. Undan keyin предварительный frezirovание yoki ortiqcha kromka osti ustini ortiqcha kromkasini olib beradigan uzelimiz. Undan keyingi uzel kromkani chekkasiga ozgina faska beriladi bu frezalarda. Undan keyingi agregatimiz pichoq bilan oxirigacha kromkani oxirgi qolgan qismigacha tozalab beradi. Eng oxirida polirovочный uzel. Polirovочный uzel lishni kleylarni tozalab beradi oxirida. Mana bu monitorda shu stanokda butun hamma boshqaruv funksiyalari shu yerdan boshqariladi. Har bitta misol uchun mana liniyani yurgizish vazifasi, frezalar, ikkinchi frezalar, kromishniy, kley hammasi navbatma-navbat qo'shiladi. Bu yerda detalni qalinligi qo'yiladi, karetkani balandligi. Bu yerdan o'zgaradi monitordan, ya'ni tepaga ko'tariladi, pastga tushiriladi. Bu endi 32 talik qalinlikdagi obmanka detallar, 32 qalinlikdagi detalni kromkasi. Kromka 35 talik, qalinligi 1 mm. Mana endi detallarimiz hammasi kromkadan chiqdi. Shu yerda o'zida detallar sortirovka bo'ldi. Qaysi detallar misol uchun tortma, qaysi detallar baka, polka, krisha dino shu yerda o'zida sortirovka bo'ldi. Agar chizmada yoki detalirovkada xato bo'ladigan bo'lsa, imенно mana shu bosqichda o'zida hammasi aniq bo'ladi. Shu yerda hamma xatolar to'g'rilanadi. Endi to'g'ridan to'g'ri приsadка stanokka o'tamiz bu bilan. Bu endi приsadочный stanogimiz 21 shpindelli, gorizontal hamda vertikal holatdagi hamma teshiklarda teshishga mo'ljallangan. Bu stanokda bitta qulay tomoni 21 ta shpindel 32 master sxemasida ishlangan. Bilasiz, hamma furnitura 32 mm raznica bilan ishlanadi, teshiladi, o'rnatiladi. O'shaning uchun master 32 sxemasida ishlangan. Bu holatda vertikal holati
istagan teshiklar 7lik, 9lik qo'ygan sverlaringizga qarab, keyin yana polka держатель hammasi mana shu stanokda o'zida teshiladi. Bu yerda qo'shimcha lineyka 1,5 metrlik ikkita lineykasi bo'lib, bu lineykalarda belgilangan razmerda уровень qo'yish uchun mana primoy uporlar qo'yilgan. Bu uporlarning sonini ko'paytirish, nechta qo'yish, qaysi tomonga qo'yish bu endi har bir masterda o'ziga havola. Mana shu holatida misol uchun shkoplarda bokovoy holatda teshiladi bizda, mana hozir ko'rganingizdek. Keyin yana bitta qulaylik tomoni sverla almashtirish ko'p vaqt olmaydi. Mana shu sverlalar 4,5 sverlo, 7lik sverlo almashtirish uchun bor yo'g'i 5 sekund vaqt yetarli. Pistrasyon deyiladi. Xuddi shu narsa. Keyin vertikal holatdan gorizontal holatga o'tishi bitta knopkada. Keyin mana misol uchun sverlo almashtirish uchun shunchaki oddiygina bitta buraladi, ikkinchi sverlo qo'yiladi. Keyin yana bu yerda misol uchun detalni qalinligiga qarab, misol uchun 16lik detalni 0,8 ga tegish uchun buruchkada mana detalni o'rtasi 0,8 ga mo'ljallangan. Misol uchun 19lik, 20lik detallar bo'ladigan bo'lsa, mana 8, 10, 11 detalni o'rtasi regulirovka juda tez. Undan keyin sverloni teshish chuqurligi, misol uchun mebel yiqqanda cho'pik bilan yig'iladigan mebellar bor, boshqa har bittasini o'zini sverlosi, teshish chuqurligi, u ham juda tez regulirovka qilinadi. Mana bu yerda shkalalar belgilangan. Qanday sverlodan foydalanishingizga qarab hammasi grafiklangan. Chuqurroq, kamroq. Mebelda nima teshish kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini imkoniyati bor mana shu stanokda. Mana bu vertikalniy frezerniy stanogimiz asosan kuxnyalarda, shkoplarda podsvetkalar o'rnatish uchun fazalar uchun foydalanamiz biz frezerniy stanokdan. Bunda tig'lari har xil tig'lari bor. Podsvetkani razmeriga qarab 14, 17, 18 har xil razmerda podsvetka razmeriga qarab sangalari o'zgaradi. Undan keyin bu stanokning o'ziga yana xuddi mamunga o'xshagan balvankalari bor. O'sha balvankalarni ishlatib avval figuralar chiqarish uchun shablon bilan bemalol foydalansa bo'ladi. Juda qulay stanok.
Mana endi prisatkadan hamma detalimiz chiqib bo'ldi. Faqat yig'ish jarayoni qoldi endi bu yerda. Tortmali tumbalarda korpusga salaskani qotiradigan konduktor. Misol uchun bitta razmer tuzib oladi. Bu tortmalarda basharasi razmeriga qarab bitta tuziladi-da, salaskalarni qo'yib, tumbalarni yiqqan paytda har bitta detalga alohida atmetka qilib, chizib, keyin birma-bir qo'yib qotirib o'tirilmaydi-da, konduktorda bitta razmer tuziladi, keyin 10 ta 15 talab bemalol qotirilaveradi. Ancha vaqtni ekonom qiladi. Ikkita tumbani ikkita chap tomoni qotirildi. Endi o'sha ikkita tumbani o'ng tomoni uchun konduktor holati o'zgartiriladi. El düşüyor pastga. No, zaraz kolejny tam kapres.
Travası. Travadan geldi. Ya. Yok da şunda dur iyi çiğ söylesen ha. İşte bir kazan bu meyveli dedi ya. Ha?
Yağı iç orunun öcünü bitip